Ayolingni nima uchun yaxshi ko'rasan degan savolga nima deb javob berishimiz kerak? Payg'ambarimiz alayhisalom o'sha joyda Hadicha onamizni nima uchun yaxshi ko'rganlari, nima uchun u kishini muhabbatlari bilan muhabbatlanganlari, nima uchun Hadicha onamiz roziyallohu anha vafot etib ketsalar ham Rasululloh alayhisalom unutolmasliklarini aytib qo'yaptilar. Chunki hamma kufr keltirganda u iymon keltirganman deyaptilar. Din bilan bog'layaptilar, ko'ryapsizmi? Biz ayolimizni muhabbatini din bilan bog'lamagunimizcha ajrim bo'laveradi. Ibodat bilan bog'lamagunimizcha ajrim bo'laveradi. Ayolimni namoz o'qishi uchun yaxshi ko'raman demaguncha ajrim ketaveradi. Ayolimni iffati uchun yaxshi ko'raman demaguncha ajrim ketaveradi. Ayolim Alloh taoloning shariatiga muvofiq satr avrat qilib yuradi, shunga yaxshi ko'raman demaguncha ajrim ketaveradi. U ayolimki iymonda, ibodatda mustahkam, Rasululloh alayhisalom sunnatlarida mustahkam, mandan afzal u Alloh taolo uchun. Shunaqa u taqvodor. Demagunimizcha ajrimlar ko'payaveradi. Rasululloh alayhisalom nima dedilar? Iymon bilan, ibodat bilan bog'lab qo'ydilar. Hamma kufr keltirganda u iymon keltirdi. Hadichadan yaxshisi yo'qmi uchun dedilar.